Namaz, əxlaq və ictimai taratqularımız. Abdori Səhər. Bir qancha aylar ilgari bir dindar 5 vaqt namaz, Allah'a sığınıp itikapta o'ltirdigan, Allah'ni og'zidan tushirmaydigan, hatto o'zi turayotgan davlatlarda imomlik da'vosi qilib yurgan bir kishining darjadan tashqari axloqsiz sat gaplar bilan Dünya Uyg'ur qurultiyiga til haqorat yog'dirib, ijtimoiy taratqularni nijosat bilan bulg'ab yurganligiga shohid bo'lgan edik. Uzunni qo'yib, mushu bir hafta ichidagi Uyg'urlarning ijtimoiy taratqullariga nazar soladigan bo'lsak, yuqori ovozliq bir hoji xonimning Dünya Uyg'ur qurultiyida xizmat qilayotgan Dolqun Eysa va uning yordamchilariga til haqorat yog'dirgan ovozliq uchurga yana bir qitim shohid bo'ldik. Diqqatimni chekkini bularning ichidagi birining Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Eysani Van Katib deb haqoratlashi edi. Vatanda bo'layotgan ko'tirib qo'qqisiz zulmlarga markazlashayotgan diqqat e'tiborimizning o'rinsiz ishlarga chechilib ketmasligi uchun sukut qilishga majbur bo'ldik. Ammo Nuri Turkalning bir muxbirning savoliga javob berganda ishlatgan gap so'zlardan norozi bo'lgan bir kishining Nuri Turkalning ismini Nuri Tükral, ya'ni tükürük degan ma'noda ishlatib, haqorat qilayotganligidek bir ishqa shohid bo'ldim. Bundan boshqa yana nurg'unlagan til haqoratlarga shohid bo'lib turibdik. Men bu maqolamda mustaqillik talab qilamiz dedi, demidi degan munozirlarga kirmayman. Yeter ki, avval biz mustaqillikqa loyiq bir sifat va saviyani yetildiraylik. Qur'on Karimda Allah'ning ko'plagan qavmlarni halok qilayotganligi haqida qissalar bor. Allah ularni nima uchun halok qildi? Sifat va saviya jihatda odamiylik saviyasiga yetmaganligi uchun. Bir qavm bo'lib yashash sifat va saviyasiga yetmaganlik uchun halok qildi. Qur'onda ismi zikr qilingan odamiylik sifat va saviyaga yetmaganlik uchun halok qilingan qavmlardan Ad qavmi, Iram, Saba xalqi, Samud qavmi, Sudum va Gumur qavmi qatorliq nurg'unlagan qavmlar bor. Undaqda Allah bundaq bir halok qilishni hozirgi davrimizdami amalga oshirarmi? Albatta, biz Uyg'urlar halok bo'lish girdobida turayotgan bir millatmiz. Chunki biz Allah talab qilayotgan odamiylik sifati va saviyasi jihatda intayin xarob bir holatda turayotgan millatmiz. Ahvolimiz, holimiz, sifat va saviyamiz ijtimoiy taratqularda xuddi qalandarning kulahu jandisidek mana deb to'kilib turibdi. Yer yuzida haq adolatni qo'g'dab qelish, shundaqla islom dinining bir axloq dini ekanligidan iborat bu haqiqatni texmi keng tarqitish maqsadida tunji qalam tavratgan İdris payg'ambarimizning hurmati va Qalam surasining 1 va 2 oyatlarida Allah'ning "Ey Muhammed, qalam bilan qasamki" degan
xitoblarının haqqı hürmeti üçün qalam orqali ijtimoiy taratqularda axloqsizlik qilib odam tillavatqanlarga islom dinining bir axloq dini ekanligini xotirlatib qo'yish maqsadida qalam tavratdiq. Aslida ijtimoiy taratqular mazlumlarning taratqusi edi. Bu taratqularni vatanda yuz berayotgan zulmlardan qutulish uchun ishlatgan bo'lsaq, har qanday kuchli bir hokimiyat mablag' selib qurib chiqqan taratqulardanmi bakroq bir unumga erishgan bo'lardik. Afsuslanarli shuki, biz bu taratqularni odam tillaydigan vatan millat davosi uchun xizmat qilayotgan kishilarni haqoratlaydigan, kamsitadigan bir taratquga aylantirib qo'yvatimiz. To'g'risi, ma'lum kishilar shundoq qilishga tirishyotidi. Texmo afsuslanarli shuki, bu sabda o'rin olganlarning 5 vaqt namoz o'qiydigan, hatto islom dini tarbiyasi ilib berayotgan kishilarning bo'lishi. Buningdanmi bakroq afsuslanarli insoniyatning hamma kishi o'z ko'z qarashlarini ilmiy holda chiroyli o'tirg'i qo'ydigan bir davrga kirganiga qaramay, Uyg'urlarning odam haqoratlash oltida qolganligi. Undaqda Qur'ondan iborat bu mustahkam binoning ichida axloq qanchinchi qavtidan o'rin oladi? Islom olimlari bu savolga axloq bu binoni ko'tarib turadigan turk, Qur'on Karim demak, bir axloq kitobi demak deb javob berdi. Qalam surasi 4-oyatda Allah nima uchun Muhammad payg'ambarimizni payg'ambarlik tanlaganlik haqida to'xtalib, chunki sen shubhisizki intayin ustun axloqqa egisan deydi. Agar axloq yo'q bo'lsa, din hech bir narsaga arzimaydi. Islom dinining tub maqsadi dunyoda go'zal bir axloq barpo qilish. Hech shubha yo'qki, namoz insonlarni yomonliklardan saqlash, kishilarga azor bermaslikni o'rgatish, g'ayvat shikoyat, quruq so'z, quruq tuhmatlardan uzoq turish, yaxshi ish, yaxshi harakatlarni ko'plab qilish, qisqasi go'zallik va mehr muhabbatga to'lgan bir illiq dunyo barpo qilish uchun o'qiladi. İbadətinin məqsədi dünyada əxlaq pəzilət bərpa qilish. Əxlaqni çeyləb, yentiş emas. Texmi kəskin və iniq qılıb aytqanda, sən oxuğan namazның məqsədi əxlaqlıq buluşun üçün. Ondaqda 5 vaqt namazni o'qish bilan birga ijtimoiy taratqularda əxlaqsız, ig'izga olg'usiz gap so'zlarni ishlatayotgan, boshqalarni haqoratlayotgan, tillayotgan, tuvan tushirayotgan, tuhmat qilayotgan axloqsiz 5 vaqt namozchilarni nima deymiz? Allah Maun surasi 4, 5 va 6 oyatlarda mundaq deydi. O'ttirga ziddiyat urug'lari chechish, boshqalarni aldash, yolg'on gap qilish niyatida g'aflat bilan namoz o'qiganlarga la'natlar bo'lsin. Chunki ular namozlarni boshqalarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ijtimoiy taratqularimiz namoz o'qiydigan, e'tikobda o'ltirdigan axloqsizlar bilan bosh-boshqa qoldi. İbadet ikkiga ayrılады. Ölük ibadet ve tirik ibadet deb. Tirik ibadet egisini şundaq bir güzel axloqqa yetaklaydi ki, bu kishi yashayotgan oila, mahalla, jamoat,
ijtimoiy taratqular ko'ngil ozodiligiga erishidi. Chunki bu kishi ibodat bilan axloqni tan bilan jon deb qaraydi. Yana bir o'lik ibodatlar borki, ibodatnimi qilib turdi, axloqsiz ish-harakat va gap so'zlarni qilib turdi. Bundaq ahvolda ibodat ustida bir o'likni ko'tarib yuridi. Yana bir qitim Qur'on boshdan oxir bir axloq kitobidir. Masalan, Alaq surasining oldingi 5 oyatida bilim axloqi, Muzammal surasida vahimaga qarshi javobgarlik axloqi, Muddassir surasida elchilik axloqi, Fatiha surasida qulluq axloqi so'zlanadi. Har bir sura bir axloqning mizoni. Agar Uyg'urlar islomni Qur'on Karimdan to'g'ri o'rgansa edi, aqllarini hargiz Uyg'urlarning ijtimoiy taratqularida axloqsizlik qilayotgan din tashviqotchilariga ijaraga bermagan bo'ladi. Agar Uyg'urlar islom dinini Qur'oni Karimdan o'rgansa edi, axloqsiz so'zlari bilan ijtimoiy taratqularda qalaymaqonchilik chiqarayotgan din tashviqotchilarining iddia monopolligiga uchramagan bo'ladi. Agar Uyg'urlar islomni Qur'ondan o'rgansa edi, din nomida qasam ichib, mohiyatda axloqsizlik tarqatayotganlarni so'roqqa tortgan bo'ladi. Agar Uyg'urlar dinni Qur'oni Karimdan o'rgangan bo'lsa edi, din nomi bilan saxtakorlik qilayotgan, fitna fasod uruqlarini chechayotgan, yaxshi kishilarga xoin deb tuhmat chaplayotgan, har xil laqamlar, har xil kamsitish atalg'unlari bilan vankatib, nuri tukrul davatqanlarning diniy darslarini anglamagan, yüzideki maskalarını düşürgen, kimlikini o'ttirg'i chiqargan bo'ladi. Qur'oni Karim bizga Odam alayhissalom orqali o'z-o'zini mukammallashtirish va gunohlarga tövbe qilish axloqini, Nuh alayhissalom orqali haq adolat masalasida ching turganlik sababidan yolg'iz qilish va buningga qanday taqobil turish axloqini, İbrahim alayhissalom orqali so'roqqa tortilish axloqini, İsmoil alayhissalom orqali fidokorlik va javobgarlik axloqini, Yusuf alayhissalom orqali jinsiy axloqni, Osiya onamiz orqali zolimga qanday taqobil turish axloqini, Musa alayhissalom orqali kurash qilish axloqini, Davud va Sulaymon alayhissalom orqali kuch va hokimiyat axloqini, Ayyub alayhissalom orqali sabr axloqini, Hanna onamiz orqali erkinlik axloqini, Maryam onamiz orqali g'urur va vijdon axloqini, Ayso alayhissalom orqali din savdogarlari bilan kurash qilish axloqini, Muhammad alayhissalom orqali haqiqatga elchilik qilish axloqini o'rgatadi. Ayni chog'dagi jaholat davrida Abu Sufyan islomni qabul qilmagan mushrik Makkaning raisi edi. Uning Bizanis imperatorligi bilan o'tkazgan suhbatidan garchi u bir mushrik bo'lsa-mu, ammo odamlarga baho berishda haqiqiy bir axloqliq odamiy odam ekanligini ko'rib olamiz. Bizanis imperatori Abu Sufyandan Muhammad yolg'on gap qilamdi deb so'raydi. Ammo Abu Sufyan Muhammad payg'ambarimizning dushmani bo'lganiga qaramay, yo'q, Muhammad hargiz yolg'on gap qilmaydigan bir kishi
deb javob berdi. O'ylanib qoldim. Jaholat davridagi mushriklar garchi mushrik bo'lsa-mu, ammo hozirgi davrdagi 5 vaqt namoz o'qib turib, to'rlarda va to'plarda odam tillaydigan, odamlarga to'g'ri baho berolmaydigan musulmonlarga qaraganda jiq odam ekan jumo. İjtimoiy taratqularda fitna tarqitib, ziddiyat urug'lari chechiyotgan 5 vaqt namoz o'qiydiganlar o'zlarini isloh qilguchi, fikr berguchi, haq adolatning da'vogarlari deb qaraydi. Allah bundaq kishilar haqida Baqara surasi 11 va 12 oyatlarda mundaq deydi. Yer yüzüde fitna fasad chiqarmanglar degan vaqtimizda ular biz faqat isloh qilg'uchilarmiz deydi. Bilinglarki, haqiqatan asli fitna fasad chiqarg'uchilar bulardir. Ammo farq etolmaydi. Allah Baqara surasi 10 oyatda yana mundaq deydi. Ularning qalblarida kasal bordir. Allah ularning kasallarini saxtikorlik qilganliklari sababidan ig'irlashtirib etdi. Ular yolg'onchilik qilganliklari sababidan ig'ir azobga duchor bo'ladi. Ishonch iymon demakdir. Axloq ham iymon demakdir. Agar 3 Uyg'ur bir-biriga ishonch qilolmasa, agar 3 Uyg'ur bir-biri bilan tillashsa va haqorat qilsa, bu millatning iymonida masala bor degan gap. Tugidi. 2018 yil 12 oyning 20 kuni.